Hozir men Yakutiyadan, Rossiyadan kelib, qidirib yuribman. Yangi Sirdaryo, Новый Sirdaryo gazetalar bilan mana shu memorandum tuzdik. O'zbekchani hali unutmabsiz. Zo'r. O'zbekistonimizga, xususan Sirdaryo viloyatiga ham jahon xalqlarining qiziqishi yanada ortib bormoqda. Endi men mana shu Bahrom aka tanishtirib qo'ydi o'zi. Men Yakutiyada, Rossiyada endi. Yakutiyada mana shu Kim gazetasida ishlayman. Endi o'zbekchasiga 3 kun, ruschasiga Iskrada. Keyin mana shu biz gazetamiz respublika bo'yicha 15,000 obunachimiz bor. To'g'rimi? Obunachi deb o'zbekchasi to'g'rimi? Подписчики. Keyin mana shu biz gazetamiz hozir 40 страницадан chiqadi. Oldin 2 yil avval 52 stranica bilan chiqar edi. Hozir endi hamma joyga pul muammosi bor. Shuning uchun endi 40 stranicagacha biz qisqartirib qo'ydik. Keyin masalan bizga gazetamiz payshanba kuni chiqadi. Biz chorshanba kuni topshiramiz. Payshanba kuni ertalab soat 8 da o'sha ana shu obunachilarga boradi, kiosklarga sotiladi. Keyin soat 10dan har payshanba kuni biz planyorka qilamiz, planyorka qilsalarimiz kerak. Soat 10dan shu 2 soat, 3 soat planyorka qilamiz. Mana shu 40 ta varaqni kim qanaqa temani yozadi, hammamiz bo'lib olamiz. Keyin juma kuni sal bo'sh bo'lib qolamiz endi nimada endi kim intervyu, kim reportaj, kim endi ish bo'yicha yuramiz endi ofisga o'tirmaymiz. Lekin dushanba kundan boshlab masalan men 5 ta varaq material olgan bo'lsam, shu dushanba kundan boshlab biz endi kechgacha ishlaymiz. Chunki mana shu bitta varaqni to'ldirib qo'yish kerak. Bitta tema bitta varaq, boshqa tema ikkinchi varaq. Bizga endi O'zbekcha cho'p. voy chopadi yaxshi ko'radigan. Qarang Guliston shahrida kelib, Yangi Sirdaryo, Новый Sirdaryo gazetalar bilan mana shu memorandum tuzdik. Endi mana shu Yakutiya, O'zbekiston hamkorlikda ishlaymiz. Mana shu memorandum asosida, shuning uchun endi xudo xolasa sizlarga shu yakutiyalik jurnalistlar keladi. Nasib qilsa sizlar ham bizga borib qolasizlar, mehmon endi qidirib. Shuning uchun mana shunaqa biz memorandum tuzdik. Bahrom aka, rahmat. Sizga ham. Бүгін бігі бұл Өзбекстан Республикатығар келен тұрабыт, алтыне сүйірбет, 4 күн 2 тәнче сүйірбе 5 сыл. Мен білген бұл Yangi Sirdaryo, Новый Sirdaryo қақелем мен. Бұл көрергі құрдық журналистер кітті көрістім, кәпсеттім. Онна бұл қағыт главный редактора Bahrom aka bilen emeğe bu бігі бүгін memorandum bu ili tutuhan или баттастыбыт. Онон бейген никетен оттан бейге республика быт кым қағыта бу Өзбекстан Yangi Sirdaryo, Новый Sirdaryo қағыттары кытта бирге үлелехи ол күрдуғантан бейбе бітгер қаддарыта материаллары үтіғық бұт, бечәттіғық бұт қағып бұтығар онаттан етенгі боллағына Хакайриттан журналисттар, бу Өзбекстан Республикасы Сырдарья областан журналисттар бияққа қардарыта өлжіттағы өске бар болуған. Unca yaxşı. Bular ne
Ой. Как раз устал соğukta. Şunu borcana bulabilir. Sizga juda yarashdi opa. Hakikaten. Körübü kurdu vata bu birbirine hamiyaha beğenin seme belaktaran tuttadılar okurduk tübeteyke. Bu naha krasaveti beteyke Keden kebebi. Wanna Uzbekomu nasionalnay Japan. Bu son yana ata son bunlar di sakalıklar o kenamaran Japan. Biligin kakras kühün sas keterge uzun amrosa tuvretelgene kana. Maile rahmat anasu kollegalarım anasu yangi Sırdaryo Novaya Sırdaryo gazetası. Rosa kursan buldum bugün uçraşıdan. Bugün karşıydı millen turan men astınım doğuydum. Bu Gülistan Koratıgar kelen men kollegalarım kutta. İki jasta press konferensiya belgi ütübüt. Rahmat hamalarınıza. O'tgan safar kelganingizda siz bilan uchrasholmay qoldik. Nimangiz tig'iz bo'lib qoldi shekilli. Opaga ma'qul bo'ldi. O'zbekchani hali unutmabsiz, zo'r. Qanday unutaman o'zbek tilini mana shu 10 yil yashab ketgan joyim. Unutmayman. Shu dunyoda borishimgacha unutmayman. Ona tili haq bu yoqqa borgan ona tillarni bitta nimasini Opada faqat o'zi nabiralariga o'zbekcha she'rlarni, qo'shiqlarni yodlatadi. Birinchi simka bu yil katta nevaram ketyapti. Bordida endi u alohida yashaydi-ku. Men ularga kelsa, men menga kelsa, sразу eshik ochayotganda sразу "Voy, assalomu alaykum onajon, qandaysiz, yaxshimisiz? Настроениең zo'rmi? Ha, buvajon yaxshi. O'zingiz qanday desam, rahmat, yaxshi." İsmiga Babajan. 7 yashar, 7 İsmiga yashar. o'zi til bilgan el bilar deydi. Til o'rgangan insondan yomon chiqmaydi. Bilsa u madaniyat qiladi. Ketdingmi bo'lmasa? ketdik. Assalamualaikum Gülistanlıklar. Mana men bugün Gülistan yangi mana binosiga kelib o'tiribman. Rosa xursandman, qanday chiroyli. Endi respublikada bitta shunaqa yangi zdaniya qurilishiga tushdimi? Mana shu hozir men Yakutiyadan, Rossiyadan kelib qidirib yuribman. O'zim yurtimda jurnalist bo'lib ishlayman. Keyin mana shu kollegalarim yangi Sirdaryo Novaya Sirdaryo gazetalar muxbirlari bilan uchrashdim. Rosa zo'r uchrashib bo'ldi. Endi hozir mana bu televideniyaning yangi zdaniyasiga kelib o'tirganimdan xursandman. Rosa zo'r, unday qanday chiroyli. Endi mayli mana shu televideniyaga kelgusi ishlarida muvaffaqiyatlar tilayman.
Hammalarınız çok selamat olunlar. Yakutiyadan jurnalist Sargılana Baginanova. Mana o'zlaringiz guvohi bo'ldilaringiz. Bugungi kunda O'zbekistonimizga, xususan Sirdaryo viloyatiga ham jahon xalqlarining qiziqishi yanada ortib bormoqda. Shu jumladan bundan ancha yillar avval bizning viloyatimizda ishlab ketgan va bugungi kunda Rossiya Federatsiyasining Saxa Respublikasida yashab, o'sha joydagi Uchqun gazetasida faoliyat yuritayotgan jurnalist Sargılana Baginanovaning tashrifi bizni ancha quvontirdi. Va bu yerda opaning tashrifi munosabati bilan biz Yangi Sirdaryo, Novoy Sirdaryo gazetalari va Saxa Respublikasining Uchqun gazetasi o'rtasida o'ziga xos bo'lgan hamkorlik memorandumini imzoladik va bevosita gazetalarimizni faoliyatlari bilan tanishtirdik va ulardagi chiqayotgan gazetalar bilan o'zimizning viloyatimizning bosh nashri bo'lmish Yangi Sirdaryo, Novoy Sirdaryo gazetalarining o'rtasidagi farqli jihatlari, o'xshash jihatlari haqida turli xil fikr mulohazalar almashdik va bundan keyingi ijodiy hamkorligimiz ham bardavom bo'lishini ta'minlashga harakat qildik. Va o'z navbatida Sirdaryo viloyatimizning teleradio kanali bilan ham opaga bir press tur shaklida sayohat uyushtirdikki, bu ham opada ancha qiziqishni uyg'otdi deb bemalol ayta olaman. Va o'ylaymanki, bugungi kunda nafaqat Rossiya Federatsiyasining jurnalistlari bilan, balki chet elning boshqa davlatlari jurnalistlari bilan ham bevosita mana shunday ijodiy hamkorliklarimizni bardavom bo'lishini ta'minlashga harakat qilamiz.
Мен мана шу Якутиядан келіп жүрген журналист Арглана Багананова. Мана шу келгенде көй болып қалды. Қыдырып жүріпман. Хамма жайға, Өзбекстан бойынша. Самарқанға бардым. Фарғона, Вади туманларға, Бақмал, кейін мана шу Сырдарияда жүріпман, Ташкентта. Яқшы, кайфият яқшы. Енді пақтакорларға бардым. Кишлак қожалық білен шоғыланадан кишлак адамлары білен ұчыраштым. Енді ұзым журналист болғаным үшін, ана шо кишладиоларға барсам, видео япман, пақта теріз бойынша, комбайн білен пақта терияпты, оларын оламан. Кейін ұзым юртымға хабар беріп тұрман да. Мана бізге Якутиялық халық бірінші марта көрепті, пақта деген нема екендігіні. Çünkü ular umurlarga umuman bilmeydi kurmaganan. Keyin uzlar aytadi, rahmat Sargılana sizga. Siz orqali biz mana shu O'zbekiston hayotini bilyapmiz. Siz orqali mana shu paxta deb nima ekanligini, mana shu olma o'sgan bog'idan birinchi marta ko'ryapmiz deb hammasi rosa xursand rahmat aytyapti. Shuning uchun hozir endi men mana shu jurnalist bo'lib turib, o'zim orqali, o'zim yurtimga, shu Yakutiya xalqiga O'zbekiston hayotini tanishtirib yurganimdan faxrlanaman. Endi ko'plari qiziqadi, so'raydi, siz qayerda mana shu o'zbekcha bilasiz deb. Men oldin o'zim shu Soyuz davrida 80-90 yillarga Sirdaryo viloyati Sardoma tumanida 7 yil yashab ketganman. Shuning uchun endi kutubxona direktor bo'lib ishladim, keyin hokimiyatda boyaga aytmaganlar ishi bilan shug'ullanuvchi mas'ul komissiya mas'ul xodimi bo'lib ishlaganman. Keyin 92-yilda o'zimiz yurtimizga qaytib ketganmiz. Mayli mana shu Guliston televideniyasi ishlayotgan, endi sizlar bizga ham kollegalar bo'lasizlar-da. Shuning uchun men sizlarga endi kelgusi ishlaringizga, hammalaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Ishlaringiz buyursin. Endi hozir baribir mana shu internet endi biz hayotimizga mahkam kirib olgani bilan odamlar baribir televizor ko'radi, gazeta o'qiydi. Shuning uchun sizlarga ham shu ko'p nima televizorni ko'p ko'radigan odamlar ko'paysin-da. Ishlaringiz buyursin. Guliston televideniyasiga endi kelajakda katta g'alabalar kelib tursin.